Istig'for o'zi nima va qanday hollarda banda istig'for aytishi kerak? Istig'for bu bandaning qilgan gunohlari uchun chin dildan pushaymon bo'lishi, Allohdan mag'firat so'rashi va yana shu gunohga qaytmaslikka ahd qilishidir. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Robbingizdan mag'firat so'ranglar, so'ngra unga tavba qilinglar. U zot sizlarni belgilangan muddatgacha chiroyli bahramandlik ila bahramand qilur va har bir fazil egasiga fazlini berur. Qanday hollarda banda istig'for aytishi kerak? Birinchisi, gunoh qilganida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: barcha odamlar xato qiluvchidir. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir. Ikkinchisi, gunoh qilmagan bo'lsa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kuniga 70 martadan, boshqa rivoyatda 100 martadan ko'p istig'for aytganlar. Holbuki gunohsiz edilar. Tashvish, g'am, siqilish paytida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim istig'forni lozim tutsa, Alloh unga har bir g'am, tashvishdan chiqish yo'lini beradi, har bir torlikdan kenglik beradi va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantiradi. Banda har qanday holatda istig'for aytishi kerak. Istig'for faqat gunoh uchun emas, bu qalbni tozalaydi, rizqni kengaytiradi, dardni yengillashtiradi va Allohga yaqinlashtiradi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga qarata: modomiki sen ularning ichida ekansan, Alloh ularni azoblamas. Modomiki ular istig'for aytar ekanlar, Alloh ularni azoblovchi emas degan. Payg'ambarimiz alayhisalom vafot etganlarida ba'zi sahobalar: bizni Allohning azobidan saqlab turuvchi ikki narsa bor edi. Biri payg'ambarimiz alayhisalom edilar. Endi ikkinchisi istig'for qoldi. U ham ketsa halokatga uchraymiz deyishgan ekan. Foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.